yetganda $9103 qarzim bor. Buni sotsa u pul chiqmaydi, bu arenda. Xullas, qarindoshlar, yaqinlar, xotir olib vohma qilishga hojat yo'q. Bobi, shu videoni qo'yganimga ham ro'ppa-rosa 2 yil bo'libdi. Meni anchadan beri kuzatayotgan odamlar bilishadi. Bu videoni hozir sizlar ko'ryapsizlarmi? Demayman, sizlarga hozir aytmoqchi bo'lgan ishim o'xshagan. O'sha 2024-yil yanvardan boshlab 24 oy davomida boshimga qanaqa sinov kelgani, nimalar bo'lib ketgani faqat o'ziga va atrofimdagi eng yaqin sanoqligina insonlarga ayon bo'ldi. Xullas, mana shu $10,000 degan pulim shu vaqt davomida $20,000 ga ham aylanib ketdi. Endi nimalar bo'lmadi xullas. Mayli, endi hozir hech kimning yuragini siqmoqchi emasman. Hozir xursandchiligim bilan bo'lishmoqchiman. Shu o'rinda meni hayotimdagi mana shu katta transformatsiyalarga sababchi bo'lgan ustozlarim, eng avvalo Asror Iskandarov va Humoyun Sobirovga kattakon rahmat aytib qolaman. Endi mendan o'sha paytda voz kechib yuborganlarga ikkita yangiligim bor. Birinchisi, hozirgi paytda deyarli barcha talab qilib turilgan qarzlardan qutulib bo'ldim. Xudoga shukr. Ikkinchisi, meni shu holatimda eng ko'p podдержка qilgan, eng katta ustozlarim hisoblangan ota-onamga Safo Marva kompaniyasidan mana shu lyuks paketidan umraga yo'llanma hadya qildim. Bu videoni ular yetib olib, ibodatligini boshlagandan keyin qo'yaman degandim, shuning uchun ham hozir qisqacha emotsiyaligini ko'rsataman. Umraga. Voy! Kim edi? Xoliqjonov, Shuhrat ekan. Xoliqjonov, Saodat. Siz o'zingiz faqat pasportingizni ko'rsatasizlar faqat. Ism familiya shu bo'lsa. Hech qisqa qaytsin hamiyatlaring. Xonadonlarimiz tinch bo'lsin. Hamisha hamroz yaxshilik ko'p bo'lsin. Allohu akbar. Mahmudjon, baraka top bolam. Madinada hozir mana asrga o'qiyapman. Men payg'ambarimizning ravzalariga kirdim. Juda zo'r keldik Makkaga. Amallarni kechqurun o'zida bajarib oldik. Allohga baydat shukr. Hammamizga eng kamida xuddi shunaqa baxtlar takror va takror nasib qilsin. Mashina, uy-joy, mol-dunyo topiladi, lekin bunaqa emotsiya kamyob. Aytishadi-yu, yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bu videoni xuddi shunaqa siqilib yurgan yoki tushkunlikdagi do'stinglarga jo'natib qo'ysanglar, 40 mingta istig'for, ibodat, duo, ya'ni ota-onaning duosi ijobati bo'lishini yana bitta isbotini ko'rsatsa, menimcha ularga yana motivatsiya bo'lardi. Xullas, hali bu boshlanishi, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Mana shu joyda problemani qaysi ma'noda aytishni boshladim. Mana bugun yana qarshilataman va bundan buyon tez-tez shu joyda yangi yutuqlar bilan bo'lishni o'zi nasib qilsin. Podдержка uchun like bosib, kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qoldirsanglar xursand bo'lgan bo'lardim. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Menimcha tushuntira oldim.